Men kuch olish uchun qorong'ulikka sho'ng'dim. Hamma bilan rishtalarni uzdim. Va tabiiyki ular ham men bilan rishtalarni uzishga harakat qilishdi. Lekin sen hech qachon mendan voz kechishga urinmagansan. Bu nafratni yuta oladigan faqat menman. Meni tushundingmi? Nega meni shunchaki tinch qo'ya olmaysan? Axir o'zing bilasan-ku. Tanang harakat qila olmasa ham, lekin bemalol gapiryapsan. Shunchaki javob ber. Chunki meni do'stimsan.